Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitap bir alam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Yoshlik mangulik tema. Uning harorati volqondek yalqinlik. Dengiz to'lqinlaridek qudratlik, kishlab turgan tulpardek jasoratlik va atiganda ko'tarilgan quyoshdek saltanatlik. Ashu go'zal, ma'nolarga to'yingan va yuksak arzu armonlar yo'shirilgan oltin faslni qandoq o'tkazish, qandoq ma'nolar bilan bezash her bir kişinin keyinki taqdirini belgilaydigan tilsimliq nishondir. Qadrli ko'rman do'stlar, her bir yosh oltin mezgillarda duch kelish ehtimoli bo'lgan tengirqashlarga, iztiroblik savollarga va davon to'qonlarga Şinjan Fan Texnik Nashriyat nashr qilgan yoshlikda bahoni ortiqcha, bahoringizning bergi sunmusun. Siz kim qatorli kitaplarda amaliy misollar bilan atrofli javob berilgan va aniq to'g'ri nishon ko'rsatib berilgan. Biz bugungi programmamizda mushu bir yurish kitob haqida suhbat etamiz. Bugungi suhbatimizga 3 aziz mehmonni taklif qildik. Bular Urumchilik Adabiyot san'atchilar birlashmasining muavin raisi, Tangirtog' jurnalining bosh muharriri Po'lat Feyzulla apandi. Şinjan Yoshlar jurnalidan Ro'zmuhammad Mutallib apandi. Tangirtog' jurnalining mas'ul muharriri Emir Hasan Mahmud apandi. Bizimki nazarini çokum ag'dirishimiz kerak. Meni nihoyatda xushal qilgan ishlar bo'ldi, ham qattiq afsuslantirgan ishlar bo'ldi. O'ziningki tong quyoshini kutib olgan nurg'un yoshlarni ko'rib yashiroq hamda. Po'lat apandi hayotlik yoshlarga atalgan nahkatlar sarlar ostidagi yoshlikda bahoni ortiqcha, bahoringizning bergi sunmusun. Siz kim qatorli bir yurish kitoblarningki muallifidan biri ekansiz. Albatta, har qanday bir ilmiy emgakning kayniga ma'lum muayyan maqsad, mudda yo'shirilgan bo'ladi. Ham shu emgakka ma'lum bir kuch, turtki bo'lgan bo'ladi hamda. Bu kitobni ro'yobga chiqarish jarayoni va uningga turtki bo'lgan omillar to'g'riliq konkretni paranglashib baqsaq. Jamiyat taraqqiy qilgan sari jamiyatimizda burun ko'rilmagan yangi kriz, yangi masalalar borliq kelyapti. O meselenin birisi işsizlik. Bu işsizlik Abdunur ayımız tavasida barliq kelgan masala bo'lib qolmasdan butkul Jungo miqyosida umumiy ahvol. Bu ahvolga nisbatan aytgan chog'larda hukumat birisi ish o'rnini ko'paytirish siyosatlarini tuzdi. Yana bir tarafdan jamiyat chiqqan chog'da darhol asqatadigan, ixtisosliklarni tanlaydigan, tarbiyalaydigan, shallaydigan, şunun terbiyelenişige türkü oladigan, anadan keyin nurgun iş boşluqlarını yaratadigan ixtisosli xodimlarning barliq kelishiga bir muhit, ya'ni bir qurilmani barpo qilishni ching tutyapti. Lekin Abdumur ayimizda ishsizlikqa nisbatan aytganda bu masala intayin murakkab hamda nurgun jihatlarda bo'libmi shu qarash, ko'z qarash jihatlarda biz ba'zi masalalar mavjud hamda. Shundoq bo'lgankan biz shu masalaga biz bo'libmi shu matbuotchilar o'zimizningki nazarini çokum ag'dirishimiz kerak. Bizningki o'qirmanlarimiz nimani kutyapti degan chog'larda bir qatlam bo'yicha kuzatgan vaqtlarda, masalan, shu yoshlarning chiqish yo'li haqidagi, yoshlarningki tinirqizayotgan savollar javob tepish haqidagi shu kitoblar bundaqcha aytgan chog'larda burunlardan oz edi. Yakınki mezgillerde jahondorchilik, utuqshunoslik haqidagi kitoblar intayin ko'payyapti. Bu mu bizning boy degandek ishsizlik masalasiga nisbatan aytgan chog'larda tahrirsiz masalaga bizning avtorlarimizninki nazar ko'zini ag'dirgani. Lekin hozirgi kitoblarningki ko'pchiligi tarjima kitob va o'zlashtirma kitob bo'lg'achqa ularda ilingan misollar, andan keyin hukm qarash, andan keyin tushuntirmalar bizningki shu realligimiz, bizningki shu o'qirmanlarimizning psixik madaniyat muhitidan bir qadar jiroq bo'lg'achqa, toza o'qirmanlarimizningki ehtiyojiga moslashamayapti. Suga yerga bormaydi. Suga yerga bormayapti. 2007-yil kelgan vaqtlarda shu yoshlarningki bu shu chiqish yo'li, ularningki hayotiga nisbatan aytgan chog'da yaxshi bir yo'l ko'rsatish haqida bir yaxshiroq bir adabiy axborot yozishni o'ylashdim. Shuning bilan bu tema hamda mundaqcha aytgan vaqtida intayin bir qiyin bir odamningki qarmoqqa bir odamningki darhol o'rindiq ketmigi tasavvurgan bir qiyin tema bo'lib qoldi bizning nazarimizda. Shuning bilan biz tahribilimda kelishib turib bir guruh qurib oldik. Men hamda burundan shu mushaqda o'ylanib kelgan shu o'zim xotir qoldirib mushaqdagi o'ylaganlarimni asosida bir tizi sezib asarning bir umumiy bir tiz xarakterlik gavdasini tuzib chiqdi. Biz shu vaqtlarda kelishgan vaqtida
bu әдеби ақпаратқа biz ziyorat qilgan obyektlarni maqtab uchirib ularni tashviq qilish emas. Biz qayta ziyorat qilish orqali bularningki shu o'zining hayot nishonini tepish, chiqish yo'li tepish, anandagi shundoq bir jamiyatda o'zining qadr qimmatini joriy qildirish jarayonidagi bilim olish usuli, o'zining hayotini yaxshilaylashdagi tadbirlar, mushjatlardagilarni qayta ziyorat orqali yaxshi yo'shirin pinhon ipuçlarını, sırlarını egallashni maqsad qilib qayta ziyorat qildirdik. Ziyorat obyektlarimi o'qirmanlar uchun intayin qimmatli bo'lgan, shundoq bir o'zininki yashash yo'li, tadbirlari, bilim olish usullarigacha bizga deb berdi. Shuni bilan bu kitob nashrdan chiqdi. Demasam kitobda yoshlarningki chiqish yo'li masalasi to'g'riliq atrofliq ilmiy holda diagnoz qo'yibsizlar. Ham boyliginizda xizmatlarni tartibli, inchki, tafsili mukammal ishlabsizlar. Yoshlar ko'ngil bilayotgan, yoshlarning yurak tegishini anlatib beradigan, ham ularningki qalbini bir zaryadlaydigan matlablarni kitobni yaxshi aksab turibsizlar. Ro'z Muhammad, siz mush kitoblarni yozganlarning biri. Tarjimoningizning ko'rsam siz shu to'liqsiz o'tir maktabini bitirib ekansiz. Undan keyin o'rlab o'qish bo'lib, oliy maktabda o'qish fursatiga erishaman ekansiz. Lekin buning bilan to'xtab qolmay, uzluksiz turib o'zingizning ma'naviyatini qaytib, o'zingizni isloh qilib, o'zingizni isloh qilib, o'zingizningki mizoningizni, to'siyingizni o'zgartirib, az bo'lmagan tirishchiliklar badaliga hozirgidek asl natijalarni qo'lga keltiribsiz. Albatta, sizningki shu oliy maktabda o'qiyolmaganligidan kelib chiqayotgan mushadagi shu hayotlikdagi shu hasratlar, bu tundurmalar, shu masalalar sizningki shu kitobingizning ro'yobga chiqishida cho'qim muayyan rol o'ynadi-ku deyman. To'liqsizni bitirgandan keyin o'rlab o'qish fursatiga erishaman. Shuning bilan shu Qarqash nayrisining yiroq bir yasida bir mazgil o'tkazdim. Keyin Urumchiga kelib qoldim. Urumchiga kelgandan keyin ta'limga yarasha Tangritog' jurnaliga berib qoldim. Mush xizmatdoshlarim bilan. Mush yerga borgandan keyin biz Bayattin Po'latgan deb o'tgandek, shu yoshlar masalasiga nazar og'dirib boqmoqchi bo'ldik. Endi mening uningdan ilgari bu yoshlar masalasi haqida hech qanday bilimim yo'q. Shu sababdan biz Bayattin degandek hamda yoshlar bilan ko'rishdik. Mungdashdik, fikrlashdik. Mush jarayonda meni nihoyat xushal qilgan ishlar bo'ldi, ham qattiq afsuslantirgan ishlar bo'ldi. Men to'liqsizgacha o'qidim. Oliy maktabgacha o'qiy olmadim. Lekin oliy maktabda o'qiganlar shunday havasim bo'ldi. Shu oliy maktabning oldidan o'tsam, yuragim etishib ketdi. Men ajab o'qiyolmadim jimo'man deb. Lekin mush yoshlarga atalgan nahkablar degan kitobga material izlash jarayonida tabiiy holda o'zimga bo'lgan bir xil ishonch tug'ilib qoldi. Bu oliy maktabda o'qish hammani hal qilolmaydi ekan. Ba'zi oliy maktabda o'qiyotganlarga qaraganda, ya'ni mening bilimim hali mo'ldek o'zimga shunday bir ishonch hosil qildim hamda. Shunda bo'lgandan keyin endi bu yoshlarning turmushiga texmi bir ishonch bilan cho'kaladim. Shularga tanqidiy ham ilmiy pozitsiya bilan bir qarab beqishga muyassar bo'ldim hamda. Asli men jamiyatdan to'plagan bilimim bilan bu yoshlarga sirtdan bir diagnoz qo'yib beqish fursatiga erishdim. Bu jarayonda shu o'zaro paranglashimiz bir yerga kelib, bugungi yoshlarimizni manda masala saqlanayotdi. Asli manda bo'lish kerak. Po'latgan, Amerikamga o'ltirib shunda paranglashgandan keyin tabiiy holda meningmi tafakkurim ochilib qoldi ekan. Aytoqdim, men shunda nachar sharoitda turib, men hech qilib o'zimni shunda keraksiz deb chaqlab yuryapman. Mavla oliy maktabda o'qiyotdi. Ota-onasi ishlamay, o'zi yemay, o'zi keymay, pulini avatib beryapti. Bular kunni qanday o'tkazyapti? Nima ish qilyapti? Degandek shunda masala menda hali o'zimga bo'lgan ishonchni ham shularga bo'lgan ba'zilarga bo'lgan bir xil afsuslanish, ko'pinchisi bo'lgan muayyanlashtirishni o'z ko'nglimda shunda bir fursatga erishdim. Shuning bilan bu kitobningki dastlabki qismini Po'latganlar shu bir guruh bo'lib yozib chiqdik. Keyin hamda Shinjang yoshlari jurnaliga kelgandan keyin bu temani uzib qo'ymay hozirgacha jurnallarda e'lon qilib degandek kelyapti. Nurg'un oliy maktab o'quvchilari xizmatga erishishni hayotlikningki birdan bir chiqish yo'li deb qaraydi. Siz ham shunday qaramsiz? Birash keldim bir hamda shu imtihondan o'tolmagan oliy maktabda o'qiyolmagan degandek. Shu temalar haqida bir necha parcha maqola yozdim. Men bu jihatda xili ko'p izlandim.
Masalan, imtihan va istiqbol chiqish yo'li o'zingizga bog'liq. Baxt qayerda u bu degandek, mushu jarayonda hamda men jiq masalalarni yana qaytadan tushundim. Dunyoda oliy maktabda o'qimaymi chiqish yo'li topganlar nihoyat nurg'un ekan. Oliy maktabda o'qish bir ong tafakkurni ochadi. Jamiyatdan egiilgan bilim bilan birlashsa, ondan yaxshi natijaga, yaxshi istiqbolga erishish mumkin deb o'ylayman. Shunda oliy maktab nazariya o'rgatadi, jamiyat amaliyotni o'rgatadi. Hamda nazariya odamning irodasini sinaydi, biroq amaliyot odamga chidamchan bo'lishni o'rgatadi. Emir Hasan apandi, sizningki mazkur kitobga kirgizilgan ilg'or tiplarni tepib chiqish, ularni ziyorat qilish, shu asosdagi kitobdan o'qish, kitobga xili ko'p temalar ustida qalam tavrishdan tortib kitobni o'rib chiqishgacha bo'lgan oraliqda ishlagan amgigingiz, ajringiz ko'pga. Hamda insonningki hayotida insonningki aqldan zo'r boyligi yo'q hamda. Tafakkurdan zo'r boyligi yo'q. Xiyoldan zo'r hamrohi yo'q. Ta'siratdan ortiq ham tasallisi yo'q hamda. Shuna bo'lganchaqning o'zida siz mushu chiqish yo'l topgan yoshlarimiz bilan sirdish davomida qanday ta'sirotlarga ega bo'ldingiz? Endi men o'zim Shinjang universitetida o'qish jarayonida yoki shu Urumchi tug'ilib cho'ng bo'lish jarayonida bu shaharningki qaynimida o'ziningki bal qo'yitish tufaylidan jamiyatningki qaynim g'arq bo'lib ketganlarini ko'rdim. O'zining g'olibligi, o'ziga bo'lgan ishonchi tufayli nurg'un g'albalarni, o'ziningki tong quyoshini kutib olgan nurg'un yoshlarni ko'rib yashadik hamda. Hamda hozir masalan ish fursatlari barbara ko'payyotdi. Hamda bu yoshlar yana birisi o'zini yangilash, o'zini betish orqali jamiyatda ko'payayotgan shu ish fursatlariga o'zi ish fursati qo'shib tang ilib bora olgan. Hamda demak, hamda shu yuqorqi nuqtalarni shu bolalarni ziyorat qilish ham bizga yondashib ziyorat qilish bergan bolalarning materialini ko'rish jarayonida bu yoshlarningki shu ro'yidan men qattiq ta'sirlandim. Insanın eng gavdalik afzalligi shu yoshliginingki bo'lganligida. Ciddi ta'qirsiz bir masala hamda. Aman o'ziningki zafar qo'yashini kutib oladi. Polat apandamdi kitobdagi yoshlarning fursatga qanday tayyorlik qilish, fursatni qanday tanlash, tutish, oliy maktabda o'rgangan bilimlariga qanoat qilib qolmay, yana aktivlik bilan o'zligini o'gilib, o'zining ma'naviyatini beyitib, o'rgangan bilimlarini jamiyatning ehtiyojiga moslashtirish qatorliq mazmunlarni yoshlarning shu hayot yo'liga chiqish yo'liga qanday tatbiqlash kerak? Yoshlarning eng gavdalik afzalligi shu yoshliginingki bo'lganligida, ya'ni uning atisida nurg'un atilar bugili bor. Shunda bo'lgankin ularda fursat to'lib toshgan hamda. Biz bu kitobni yozish jarayonida bir narsani his qildik. Shu natija qozongan yoshlar, andan keyin shu jamiyatimizdagi natija qozongan kishilarimizning hammasi natija qozonishi muqarrarlik qonuniyatiga ega. Uningga hech qanday bir kuch to'salg'iliq qilamagan ekan. Agar uning bir yo'lda to'silib qolgan bo'lsa, yana bir yo'lda chuqur natija qozonadigan mushta bir muqarrarlik bor ekan. Ularda do'qoldan ranjish emas, oldi bilan o'zini kuchlantirish. Men aman shu do'qoldan eshib ketishim kerak deb bani sababni sirtqi banilardan emas, o'zidan izlab, o'zining iqtidorining kamligidan izlab, o'zini kuchlantirish orqali oxiri utib chiqqan yoshlarimiz. Biz hatto ta'sirlanib ketdik. Hozirgi dunyoda nima uchun umrvoyat o'rganish hukmi umumlashdi? Sababi bizda hozir insoniyat barliq kelgandan buyon hozirgacha bo'lgan oraliqda shu o'zligidan o'rganish funksiyamiz, iqtidorimiz eng yuqori chekka yetgan bir davrda yashayapmiz. Bizda nurg'un kishilarimiz asosli bilimini o'zligidan o'rganib egallagan. Bizda oliy maktabningki sharoit intayin yaxshilanayotdi. Bizda oliy maktab shunday yaxshi sharoitda agar shu yuzligimizdan shu sharoitdan foydalanib, yana texmi ishkirlab o'rganadigan ma'qul iqtidorni birlashtiradigan bo'lsak, bizning oliy maktablarimizdan mo'jiz xarakterlik iqtidorga ega bo'lgan nurg'un yoshlarimiz chiqadi. Oliy maktabda o'qish, oliy maktabda ilm egallash bilan jamiyatga yashash, o'rganganlarni amaliyotda jamiyatga qanday isbotlash, uni qanday madaniyat kapitaliga, ijtimoiy kapitalga aylantirish va hammasi shu yoshlarga nisbatan ciddi ta'qirsiz bir masala hamda. Emir Hasan apandi, hamda
yoshlarning oldida qiyinchilik bor. Qiyinchilik har qanday bir millat a'zolariga bu o'rtaq narsa. Mush nuqtadan qaragan chog'ingizda mushkil yoshlarning oldiga to'sa qilayotgan, putuq tushak qilayotgan mush masalaga nisbatan o'zingizning mush hayotingizga bog'lab turib, mushni zodi yoshlar qanday muomala bilan, qanday pozitsiya bilan buni qo'yishni kerak degan maslahatni so'zlab beramiz. Endi meningcha shu qiyinchilik degan siz deb o'tgandek har elda, har yurtda, har bir dunyoning bulunpushqidi bor. Ondan har qandaq davrninki, har qandaq yilninki o'xshamaydigan bir qiyinchilik bo'ldi. Faqat uningki shakli o'xshamasligi mumkin. Biz kitoblardan ko'ramiz, nurg'un shu ufq qozongan nurg'un zotlarning, ulug' zotlarning tarjimonini o'qisa, ular ajoyib qiyinchiliklar ichidan shu natijaga erishganlar. Şu anda mening nazarimda mayli oila sharoitida qiyinchilik bo'lsin va yoki jamiyatning navbatdagi masala ishsizlik masalasi jihatdagi qiyinchiliklar bo'lsin, yoshlarda cho'qim men bu dunyoga to'ralgan ekanman, cho'qim men ham har qanday qiyinchilikni yengib o'zimni topa olmayman deydigan bir iroda bo'lish kerak deb qarayman. Endi men o'zimni aytsammi, masalan bizningki oiladan dadam bir odam ishlagan hamda, opam oilada. Lekin bizning oiladan hamda 5 oliy maktab o'quvchisi oqaqidillar oliy maktablarni bitirib, hozir jamiyatningki har qaysi qatlamida o'zimizga tegishli ma'lum narsamizni qo'shib kelyapmiz hamda. Shu biz tug'ilib o'sgan 80-yillarda hamda bolaligimizda haqiqatan biz o'sib yetilgan shu mahalla tarafda bo'lsin, rayon taraflar bo'lsin, haqiqatan qiyinchilik bor. Masalan, shu vaqtlarningki o'zida maoshlar to'van va mushtaq sharoitda dadam bizga ashlaq bir gapni qilgan. Men shu Urumchiga chiqqandan boshlab hozirgacha bir qatim hayotdan vaysab baxmadim deb. Keyingi vaqtlarda abiyam hamda bu bizningki mush qiyinchilik sharoitimizga oilaningki tarbiyasi, shu bolalarni qanday qilib bir xil qiyinchilikni yengalaydigan, ro'yijat sog'lom yetildirdi degan bir narsa aql bak ko'p o'ylangan. Chunki biz kichik vaqtimizda dadam iqtisodiy jihatdan shu 5 bolamning hammasini oliy maktabda o'qitma deb kuchisa, opam ro'yijatdan masalan bizni aqlimiz bilgan tatib shu Urumchi shaharlik 5-boshlang'ichniki yanada bir kon kutubxona bo'lgan. Shu yerga olib borib ma'naviy jihatdan qurollandirgan hamda. Demak, mayaqda dadamningki qiyinchilik bosh egmas ro'yi, mayaqda opamningki tarbiyalik jarayonida biz deymiz hamda oqaqdan oliy maktabga o'tdik hamda. Oliy maktabga o'tgandan keyin masalan yaxshi kitoblar, yaxshi plastinkalar bo'lsa oliy maktablar ekilib setib, buningki unumini ko'rgan. Meningki nazarimda bu qiyinchilik deganning o'zi amaliyotda yoshlar uchun bir afzallik deb qarayman. Uni hargizmi biz meningki hayotlik yo'limdagi putlik ashon deb qarasak, meningcha xatolashgan bo'lamiz. Shunga inson mayli u qaysi davrda yashasin, qaysi elda yashasin, u aman uning qiyinchilikni yilgan bir ruh bo'lgan chog'da u aman o'zininki zabar qo'yishini kutib olaydi. Yoshlarimizda shu jamiyat mazija oladigan, pozitsiyani to'g'rilaydigan, qimmat qarashni to'g'rilaydigan bir kayfiyat yaratilsa, meningcha ma'lum mezgillik ishsizlik va qiyinchilik yoshlar uchun hech narsa emasmikin deb o'ylayman. Oilaning o'zi bir vatan. Güzel aileler köpeygen cemiyet çok güzel buldu. Jamiyat amaliyotga qatnashishning o'zi qimmatliroq birinchisi. Ro'zmammat apandi hayotlik yoshlarga atalgan gaplar nomli shu sarlavlik hamda bir yurish majmuada sizning shu oila masalasi tilga elinibdi. Demişsin aile meselesi intayin mühim mesele, ailenin özü küçük bir vatan. Adatı biz balalar qırab bir cemiyetinin ki takdirini iskağandek bulsak, evlatlarga qırab vatanın kelgüsini iskalalayımız hem de. Muşluktan etqa vaqtın özü de, özünüz aile kurğandan keyinki hasıl qılğan tecrübe ve cemiyetin toplagan materiallarınızı birleştirip, ata-analar ve farzandlarning oiladagi majburiyatlari haqida qisqacha to'xtalib boqamiz. Bu kitobning yana birisi siz kimligini to'liq oilaga bag'ishlangan. Masalan bu atalarga olam bosh egar, onalardan olam nur olar, o'g'illikning hikmati cheksiz, qizlarga so'z degandek mushu bilaklar bilan mushu oilaga bag'ishlangan endi. Mushu kitobdan da siz kim degan kitobda asosliqi ota qandoq bo'lish kerak, ona qandoq bo'lish kerak, o'g'il qandoq bo'lish kerak, qiz qandoq bo'lish kerak. Mushu jihatdan da mening o'zimning 3 bolam bor. Men o'zimni bir oila tavritishning 10 yillik davollardan o'tib ba'zi tajribalarga ega bo'ldim.
eng muhimi jamiyatni xilijiq kuzatib, shu oila masalasi nihoyat ching masala ekan. Biz endi jamiyat buzilib ketdi, u oldi, bu oldi deymiz. Agar hammamiz bu sug'uning ichiga mahkam bo'la olsak, bu sug'uning ichiga hech kimning aralashgani yo'q. Bu sug'uning ichi yana o'zimizga tava. Xotinlik qanday xotin bo'lyotdi? A'li qanday bo'lyapmiz? Bolalarimiz qanday bo'lyotdi? Shu jihatdan puxta bo'lsak, oilaning ichiga bu sug'uning ichidagi ma'rifni yaxshi olib borsak, bizning bolalarimizningki, yoshlarimizning keyingi chiqish yo'li texnik kengri bo'ladi degan o'yini qildim. Demak, endi shu kitob, shu yoshlarga to'g'an naqgaplar degan kitobningki qatorida nashr qilindi. Nashr qilinishdagi maqsad hamda meniki shu kitobni o'qirmanlarga sunishdagi maqsadim shu hamda biz oilamizni yaxshi qilib qurib chiqarsak, güzel oilalar ko'paygan jamiyat cho'qim go'zal bo'ldi. Bu kitobdan da shu jihatda tahlil olib berildi. Yunus'un kitabınızda şu ailevi kimlik, aile azalarının burcu, mesuliyeti meselesi üstüde ameliy to'xtalib siz. Gapimiz bo'yicha olgan chaqda aile başqa o'g'ichi, aile a'zosi bo'g'ichi yana cho'qim o'zini oileviy nuqtadan, oileviy kimlik nuqtasidan uzluksiz tarbiyalab mengish kerak ekan. Bizningki Uyg'ur jamiyatimizda kam bo'layotgan bir taraf oila tarbiyamizda. Hozirgi shu turmushning yaxshilanishi, ondan keyin bizning farzandga bo'lgan mehr muhabbatimizningki intayin cho'ng ko'p bo'lishi nuqtasidan bolalarda tirikchilikning manbai, jamiyatning ra'imsizligi, o'zining iqtidoriga bo'lgan raqobatning kuchligiga nisbatan tunish intayin kamchil. Endi bir bolaning, bir oliy maktab o'quvchisining oliy maktabda o'qib yetib, eng oldi bilan jamiyat amaliyatiga qatnashishning o'zi qimmatliroq birinchisi. Ikkinchisi o'zining o'rgangan bilimini jamiyatda tavlashining o'zi texma qimmatliroq. Uni bir kapitalga aylantirishning o'zi. Emir Sanat Bandamda navbatda ish o'rinlash masalasida yoshlar o'zini qanday sapa va iqtidorni yetildirish kerak. Oliy maktab o'quvchilari birinchi job kallasida o'ylaydigani butkul kallasi bilan hukumat o'rnidagi xizmatga o'rinlashning o'zida o'zining birdan bir chiqish yo'li deb qaramaslik kerak bo'ladi ekan. Chunki boshqa turlarda, boshqa kasblarda, masalan bizningki yaratgan natijamiz balkim hukumat o'rnidagi xizmatlardan ish bitish mumkin. Bizning topgan pulimiz va yaratgan natijalarimiz. Ikkinchi jihatda aytgan chaqda biz endi bundan keyingi yosh ota-onalar va yoki bizdan cho'nglar bolalarga shunday tarbiya berish kerak. Bunday aytgan chaqda uni jamiyatga dadil yuzini olaydigan. Seninki rizqing yalg'iz hukumat tarafidan yaratib bergan xizmat o'rni bo'lmasdan, balkim shaxslar ochgan ashta korxonalar demo sening rizqing bor. Hatto o'zingdimi? O'zingdim rizqing bor. Shuni o'zing tirishing kerak deydigan narsani yaratib berish kerak. Uchinchidan aytgan chaqda bir ota-ona bo'lg'ichi, masalan, senmi jamiyat to'p qush nima bilan, masalan, bir yangi kasbni, bir yangi loyini o'tirib qo'yib, bir ish fursati yarata olsang, nurg'un odam uchun savob ish qilsa, nurg'un odam ish qo'rish olaydi. Shuning uchun tirish balam deydigan bir xil ideya ruhni ular singdirib menish kerak. Yana bir nuqta aytgan chaqda ham shu sapa degan bir gap borki, oliy maktab o'quvchilarini bizningki jamiyatimizda nurg'un kishilar yanada bak ulug' biladi, cho'ng biladi mendaq aytgan chaqda. Endi mushlarningki mendaq aytgan chaqda mush axloq sapasi masalasida bularni aytdi diqqat qilish kerak deb qarayman. Chunki bir millatning axloq buzilgan millat halok bo'ldi deydi. Bu bir taraf hamda. Yan bir jihatdan aytgan chaqda masalan afzallikningki o'zini to'g'ri yo'lga ishlatish kerak deb qarayman. Eng muhimi hamda hozirgi shu davrni, hozirgi o'ziningki yoshlikda yashayotgan shu davrni hargizmi diplom davri va yoki xiyoliy bir ufq qozonadigan davr deb qarasa tamoman xatolashgan bo'ldi. Cho'qim buningda oldi bilan iqtidor bo'lish kerak. Chunki bu davr bizga sening iqtidoring nada, sening iqtidoring mevisi qani, sen iqtidoringni diplomni o'rnida ko'tarib kel deydigan davr endi yetib keldi. Shuning mushjat qattiq tayyorlik qilishimiz kerak. Professor Adabiyot-shunos Azod Sulton apandi yoshlarga atalgan naqdlar degan bu kitobga yozgan kirish so'zida kitobda qanday yashash, qanday o'rganish, shuningdek iroda, nishon, e'tiqod, muvaffaqiyat, hayot muhabbat degandek har qanday yosh o'z hayot musofasida duch keladigan va har bir odam o'zi o'yinib o'zi hal qilmasi bo'lmaydigan masala cho'nqur muhokama, kuchlik, paket, amaliy misollar orqali sharhlangan deb ko'rsatdi.
Ondaqda Polat әпәнде, sizning yoshlarimizni deydigan yana qandaq naqiyatlaringiz bor? Dünyada fen teknikinin terakki kılışıga geçip, işkilemçi, üçlemçi, yeni kesipler barlık geliyotudu. Bu kesiplerini kandak adamlar barlık getiriyotudu dese, yaşla. Mesela şu kompütürünü barlık gelgendikken, nurgun iş boşluğu peyda oldu. Mesela Bill Gates'ninki kökpisi, o bir yumuşak detalini icat kılıp, sistemini icat kılıp, dünyada bir mevzuz karakterlik bir sekreşine barlık getirişli bulup kalmasından, o nurgun iş boşluğunu yarattı. O karamakka avtomatlaştırış bilen nurgun kolda işleydiğen nurgun iş yolkıllarını yoqatqanda kılgan bilen onun ornaga onun neçesi yeni iş yolkıllarını bilim bilen, kallı bilen el kıldığan iş yolkıllarını barlık keltirdi. Demek bizning cemiyetimizde, bizning Abdülhamid rayonimizda nurgun yaşla muşu yeni iş yolkıllarını yaratıp yaratış aldı da. Şunun için biz bu yaşlarının kütüdüğü ümid demez. Birisi özünün öğrengen əməli bilimi arkalık müstakillikni yaratıştan başka yana özünün akısı da nurgun aşı. Tehi onun atanları, onun akılları tehi yaratıp olalmagan yeni iş halkalarını ola çokum yaratıdı. Demek bizde bu şunda bir münevver şahsi yaş karxanla barlık kelse bizde nurgun şo'rlari barliq keldi deb qarayman. Yoshlikda har bir kunni qandaq o'tkazish, kelgisiga qandaq yuzlanish jamiyatdagi har qanday bir yoshning oldiga qo'yilgan jiddiy, ta'g'irsiz masaladir. Shunga yoshlikning oltin mavsumini o'tkazib olgan har qanday bir yosh o'zining parlaq kelgusi uchun asosni yaxshi selish, o'zining iqtidori, o'zining qimmat qarishi haqida cho'nqur o'ylanib o'ziga mukammal asos selishi kerak. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamiz mishadi oxirlashdi. Hammamizga yangicha ro'yi qiyomat hamroh o'g'ay. Xayr xo'sh.